g'azabni yutish haqida ulug' zotlarni hayot yo'llarini qarangda. Umaviy xalifa Umar ibn Abdulaziz rahmatullohi alayhi kichik yoshdagi o'g'illari bir kuni yosh bolalar bilan ko'chaga o'ynashga chiqar ekan. O'shanda o'sha mahalladagi bolalardan bittasi uni boshini yorib qo'yadi. Xalifa Umarning oldiga o'g'lini boshini yorgan haligi bolani olib kelganlarida Umar hovlida ko'tarilib turgan, baqir-chaqir bo'lib turgan shovqin suronni eshitib tashqariga chiqib qarasalar, haligi bolani onasi turibdi. Bu yetim bola dedi ayol, o'zini bolasiga qarab, otasi yo'q deb shunday bir yig'lamsirab Umarga qarab turibdilarda endi. O'shanda Umar ibn Abdulaziz tinchlandilarda, so'ng ayoldan bu bola devondan biror nafaqa oladimi deb so'radilar. Ayol haligi bolani onasi yo'q deb javob berdi. Umar uni yosh bolalar uchun ajratilgan nafaqa ro'yxatiga kiritinglar dedi. Xalifani xotini Fatima eriga qarab, o'g'lingizni boshini yorgan bolaga shunday iltifot ko'rsatasizmi? Bu bolani o'zi Xudo urib qo'ygan bo'lsa, boshini ertaga ikkinchi marta bolangizni boshini yorsa nima qilasiz deb e'tiroz bildirdi. Shunda Umar ibn Abdulaziz sho'ring qursin, axir u yetim ekan. Sizlar uni qo'rqitib yubordilaringiz. Dedida o'sha nafaqa ro'yxatiga kiritdi. Qarangda endi Umar ibn Abdulaziz naqadar halim, qanchalar oliyjanob ekaniga qarang. O'g'lini boshidagi qonni ko'rib o'zini yo'qotib qo'ymadi. G'azab otiga minib 10 barobar qilib intiqom olmadi. Intiqom olishlikka qodir bo'lgan inson. Uni o'rniga bag'rikenglik qilib insof qildi, yaxshi muomala qildi. Albatta bu Alloh taoloning ushbu oyatiga amal qilishdadir. Bismillahirrohmanirrohim. G'azabini yutadiganlar va odamlarni afv qiladiganlardir. Alloh yaxshilik qiluvchilarni yoqtiradi. Umar ibn Abdulaziz ushbu oyatga amal qilgan edi. Bir zot aytgan ekanlarki, g'azabni boshi ahmoqlik bo'lsa, oxiri nadomatdir. Ulamolardan birlari aytibdilarki, g'azabingni halimlik zanjiri bilan jilovla. Chunki g'azab it kabi bo'lib bo'sh qo'ysang, hamma yo'qni rasvo qiladi dedilar. Sa'di Yamanga vali bo'lgan o'g'liga shunday nasihat qilgan ekanlarki, o'g'lim, jahling chiqib, g'azab otiga minganingda tepangdagi osmonga, tagingdagi yerga qara. So'ng shu ikkovini yaratgan zotni ulug'lab yod qilgin. Sabr qilgin, g'azabga berilmagin. G'azabga berilsang, sen shaytonga bo'yin ekkan bo'lasan deb nasihat qilgan ekanlar. Azizlar, agar bolamizni bir odam no'qib qo'yadigan bo'lsa, qancha vahima, qancha tanish bilishlarni o'rtaga solib, unga zarar yetkazishlik tadorigini ko'rib qolamiz. Alloh saqlasin. Bu borada Umar ibn Abdulazizni bu hayot yo'llaridagi bo'lgan voqea hammamizga ibrat bo'ladi.